Rasulimiz alayhissalatu vassalam mübarek hadislerden birlerinde sabaqal mufarridun dediler. Yani mufarritler g'olib bo'ldi, mufarritler zafarga erishdi dediler. Sahobalar bu gapni birinchi eshitishlarida mufarrid kim ekan dedilarda, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u mufarrid kim dediler. Kim zafar topdi, kim g'alaba qildi, kim u mufarrid diyordilar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mufarrid degani az-zakirunalloha katiran va zakirat dediler. Allohni ko'p zikr qiladigan erkak va ayollar. Ana o'shalar mufarridlar. Ular g'alaba qildi, ular zafar topdi dediler. Shuning uchun ham Allohni juda ham ko'p eslashlik kerak. Har doim azizlar, qanaqa holatda bo'lishdan qat'iy nazar. Peygamberimiz aleyhissalomda hayotlarini ko'rsak, u zotning butun hayoti zikrdan iborat edi. Allohni eslashdan iborat edi. Mana qarang, kitoblarni qarang. Ertaman turganda nima duo qilinadi? Duo zikr. Alhamdulillah deb duo qilinadi. Tahoratdan oldin, tahoratdan keyin, taomdan oldin, taomdan keyin, uyga kirishda, uydan chiqishda, masjidga kelishda, masjiddan chiqishda, markabga minishda, kiyim kiyishda, kiyim yechishda, bir odam bilan yo'liqishda, oynaga qaraganda hammasiga Peygamberimiz alayhisalom duo zikr o'rgatdilarmi? Bu duolarni sahobalar Rasulimizdan eshitib turib yozdilar-da. Peygamberimiz aleyhissalomning bütün hayotlari zikrdan iborat bo'lgan. Aslida biz osiy ummat zikirga Peygamberimiz aleyhissalatu vassalamdan ko'proq muhtojmiz. Allah Qur'onda aytadiki, estaizu billah, "Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub" deydi Alloh taolo. Ya'ni albatta iymon keltirganlar, mu'min bandalar qalblarini Alloh taologa zikri bilan orom oldiradiganlar, qalbi bilan orom oldiradigan zotlar deb turib Alloh aytibdi, ala ogoh bo'ling, albatta Allohning zikri qalblarga orom bo'lur. Bir zikr qilib ko'ring. Zikr deganda aytibdi, uni til bilan emas, qalb bilan. Bir qalb bilan Allohni eslab ko'ring. Subhanalloh, alhamdulillah deb bir Allohni eslaganda insonning qalbi rohatlanadi. Chunki siz sevgan zotni eslashlik musulmonga, albatta mo'minga orom olib kelish kerak-da. Agar bir yaxshi ko'rgan odamingizni eslasangiz, yaxshi ko'rgan biror bir narsangizni eslasangiz, qalbingizga qanaqa xursandchilik kiradi? Robbimni eslash qalbga orom bo'ladi. Mo'min musulmon bandani zikr ila qalbi orom topadi.